qaysi meva ko'proq yoqadi? Olma yoki nok? Olma. Olmali sharbatini ichib ko'rganmisiz Miko brendini? Yo'q. Bitta ichib ko'rib baho bering. Mayli, o'ndan 6. Честно. Sizga qaysi meva ko'proq yoqadi? Olma yoki nok? Olma. Olma. Miko brendini olmali sharbatini ichib ko'rganmisiz? Albatta. Qanaqa, sizga yoqadimi? Yoqadi albatta. Hozir yana bir marta tatib ko'rib baho bera olasizmi? Hozir. Baho beraman 10 ball. 10 ball. Bo'ldi. Rahmat Mayli. kattakon charchab. O'ndan necha baho bergan bo'lasiz? 10? Menga noklik yoqadi. Zo'r, yo'q. O'ndan necha bergan bo'lasiz? 8. Gap yo'q. Rahmat. Yoqdimi sizga? Yoqdi. O'ndan necha bergan bo'lasiz? 10 ball. 10 ball. Bo'ldi. Nok yaxshiroq. Ta'miga gap yo'q, chotki. 9 beraman mayli. 10dan 7. Ondan 10dan 10. Zo'r. Rahmat sizga kattakon. ondan 20 da. 20. Zo'r, men oldin ichib ko'rganman. Rahmat. Sizga yoqdimi? Albatta. Ondan 11. 11 bo'ldi. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Sizga yoqdimi? O'ndan necha bergan bo'lasiz? 9. 9 bo'ldi. Rahmat kattakon. Ondan 10. Yaxshi, tabriklar. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Nima deydi? Vishi klass. Mazasi juda ham yaxshi. Sizga Miko brendini qaysi tamlisi ko'proq yoqadi? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring.